katta ishimizdan bittasi Cobalt kompressor. Konditsionerdagi ana holati. Bunday qilsak anaroq ko'rinadi. Shunaqa narsa bo'ladi. U yo'lda ketayotganda konditsionerni qo'shib yuborgan. Masalan 60-70 tezlikda ketyapti, 2000, 1500, 2000 оборотda konditsionerni qo'shib yuborganlar. Shu bilan motorchidan o'rinlagan bosib qolgan. Xudo xohlasa bu birinchi ishimiz remont qilish. Xudo remont qilib, cho'tki qilib, yana video qilib qo'yamiz. Kompressorni remont qilgan Cobaltimiz ham bitdi. Kompressorni qo'shib turibdi, motorda ovoz yo'q. Uzdi. Yana qo'shadi hozir. Mana qo'shdi, motorchida ovoz yo'q, bo'rillaydi. Shana trubkalar tellab, cho'tki olib ishlab turibdi. Salon gradislari. Salon gradislari mana oldi.